Menga kalitni ber. Toshingni ter. Shanba kuni bir yigit Lara tog'larida o'zga sayyoralik sohibjamol ayolni uchratibdi. U elektr uchqunlari chaqnab turadigan sovut kiyib olgan emish. O'g'rini ushlanglar. Biror gap bo'ldimi? Menimcha Ashka shu yerda. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Rahmat Nathan. Katrinaga hech qanday aloqam qolmadi. Narsalaring endi o'zingga siylov. Kasetalarcha? Kaseta? Katrina bilan munosabatlaringni so'zlab bermoqchi eding. Sizlar haqingizda kitob yozmoqchi edim-ku. Ha, kasetalarmi? Ularga butun hayotimizni yozdik. Zo'r ish bo'pti. Qani ular? Katrina o'chirib tashladi. Meni hayotim kitob emas dedi. Uzr og'ayni. Alex, mana buni ko'rdingmi? O'zga sayyoralik xavfli sohibjamol. Kimdir yomon tush ko'ribdi. O'zga sayyoralik o'sha ayol, Ashka. Afsungarmi? Bu yerda u nima qiladi? Bilmayman, ammo u sovut kiyib olgan. Ashka juda yovuz. Uning maqsadini bilish kerak. Uni qanday topamiz? Bilmadim. Hey, Katrina. U bilan endi yarashmaysanmi, ha? Nima? Ha, u meni ko'rishni ham istamayapti. Nimani aytyapsizlar? Alex birga dars tayyorlab yurib, Katrinani yaxshi ko'rib qopti. Katrinani? Seni? Ha, xayr, Nathan. Katrina, kechirasan. Men seni tanimayman. Mana buni o'qi. Salom, o'tiringlar. Alan sizga bir narsa haqida so'zlab bermoqchi. Alan? Diskim yo'qolib qolmasligi uchun uni muzlatgichga solib qo'ygandim. Ichidagi hamma narsam o'chib ketibdi. Ta'ziyamni qabul qil. Joyingga o'tir, Alan. Disketga ta'sir etgan narsa sovuq harorat emas, balki elektromagnit. Barcha elektroasboblar elektromagnit to'lqinlarini tarqatadi. Alice, Bu to'lqinlar sog'liq uchun xavflimi? umuman olganda shunday. Xonim, elektromagnit maydonini aniqlasa bo'ladimi? Magnit o'lchagichda aniqlanadi. Uni yasash mumkinmi? Mumkin. Yasamoqchimiding? Alex bilan maktabimiz hududida elektromagnit nurlanishini o'lchaymiz. Bu haqda ilmiy ish yozamiz. Yaxshi fikr. Tanaffus paytida yonimga kelsangiz, buni hal qilamiz. Endi esa darslikni ochamiz. Ichini yeb qo'ydingmi? Bunaqa g'alvani boshimga uramanmi? Sovut ham shunday nur tarqatadi. Ashka uni ishga tushirsa, magnit o'lchagich yordamida uni topib olamiz. Tushundingmi? Polni dunyosida shisha uylar bor, daraxtlardan ham baland. Bu yerda yashaydiganlarni hamma ko'rib turar ekanda. Tunda hamma yoq yorug' bo'ladi. Ushla, hozir yana olib kelaman. Polni olamida pastga liftda tushadi. U tepaga va pastga yurib turadigan kulba. Riana, chalg'imasang-chi. Chanqaganlar bormi? Oyi, o'zga olamda pufakchali ichimliklar ichishadi. Shunaqa ham mazaliki. Kechirasiz. Kun bo'yi o'sha olamni orzu qilib o'tirmasdan dalaga chiqibishlar. Biz esa tomni yopamiz. Bo'la qol tez. Elektromagnit maydoni paydo bo'lganida o'lchagi chiyillaydi. Shunda g'altak eng yuqori tebranishgacha buraladi. Yaxshi, magnitni ol, sinab ko'ramiz.
yerda nima qilyapsiz? Ashka shu yerda. Uni topish uchun magnit aniqlagich yasayapmiz. Bu nega tipirchilayapti? Bilmasam. Ko'raychi. O'zingizni aqlli deb o'yladingizmi? Ha? Bekor qilasiz. Ba'zida. Simini noto'g'ri ulabsan. Ikkita aniqlagishimiz bo'lganda, to'lqinlarni ikkita nuqtadan tutardik. Bizga yordam berasanmi? Hozir tarqalishamiz. Sen yo'nalishni xaritada aniqlagach, Alexlarnikida uchrashamiz va natijalarni solishtiramiz. Radio telefonimiz yo'qda, o'zaro aloqalashib, Ashkani izlashni boshlardik. To'g'rimi? Meni yolg'ondan o'pib qo'y. Jinnimisan? Neytini chalg'itishimiz kerak. Katrina. Katrina, tez mashinaga chiq. Ishim bor, bizga vazifa topshirilgan. Seningcha, uydagi ishlarni kim qilishi kerak? Oyi, gapni cho'zma. Pardozxonaga kechikyapman. Mashg'ulotim nima bo'ladi? Kutubxonada shug'ullanasan. Katrina bilan yarashdingmi? Ha, lekin oyisi meni yoqtirmaydi. Qo'ng'iroq ham qildirmayapti. Endi hammasi tamom. Agar Nima agar? radio telefoningni bersang degandim. Rahmat, oyi. Do'kon ishlamayapti. Xaridor emasman. Maktab gazetasi uchun maqola yozmoqchiman. Sizda yuz bergan hodisa haqida. Bizga xalaqit berma, juda bandmiz. Narsalarni qutilarga joylashimiz kerak. Nimaga? Eshitmaganmiding? O'sha ayol hamma uskunalarni ishdan chiqarib ketdi. Biz uni topdik. Yo'q, bu shaharning radiatsiya foni. Aniqlagichni qayta sozlab, uni sezmaydigan qilishimiz kerak. Shunda Ashkani topa olamiz. Ikkovimiz ikki tomondan qidiramiz. Shunda uning to'lqinini tezroq ushlaymiz. Agar u bor bo'lsa, sovutni kiygan bo'lsa va aniqlagichi ishlayotgan bo'lsa. Kechirasiz. Shimol qaysi tomonda? Bu yoqda. Rahmat. To'lqinni tutdim. Men ham Yo'nalishini ayt. g'arbdan kelyapti. Shimoliy g'arb. Men tepalikdaman. Topdim. Bu Towns va Higgson chorrahasida. Ashkan topsa nima qilay? Qahramonlik ko'rsatmasang bas. Men Yunonman. Qahramonlik qismatimda bor. Yunonlar qo'rqmas bo'lishadi. Ehtiyot bo'l, Alex.
Alex? Ya. Senmiding? Bu yerda ashqa yo'q. Bu yerda kim bor? Alex, to'lqinni payqadingmi? Payqadim. U shimoliy g'arbdan kelyapti va kuchayib boryapti. Sehrgarmisiz? Ular haqida qayoqdan bilasan? Pol aytib bergan. Polni taniysanmi? To'lqinni yo'qotib qo'ydim. Uning yo'nalishini aniqladim. 57-hududga boraver. Tozalash stansiyasida uchrashamiz. Tushundingmi? Tushundim. Siz Ashkamisiz? Yo'q. Yo'q, men ismim Marna. Hukmdorman. Pol Ashka kelibdi deb xavotirda edi. Sizni olamingizda ekanimni Pol biladimi? Ha? Mening ismim Katrin. Yuring, Polni yoniga boramiz. Shoshma. Olamim haqida Pol yana kimlarga gapirib bergan? Faqat menga va Alexga. Juda soz. Menga yordaming kerak. Qanday? Biz hukmdorlar Polni bu olam haqidagi so'zlardan hayratlandik va qo'rqdik ham. Siz bilan aloqa o'rnatishga urinib ko'rmoqchiman. Menga dunyoyingni ko'rsat. Evaziga men o'z olamimni ko'rsataman. Qasrga kiramanmi? Albatta. Zo'r. Marna, sizga yordam beraman. Kitoblar, videokasetalar bor. Do'stlarim bilan tanishtiraman. Yo'q, bu yerda ekanimni hech kim bilmasligi kerak. Pol ham bilmasinmi? Pol hali juda ham yosh. U men bilan tengdosh. Sen undan aqlliroqsan. Meni dunyoyim kichik va himoyasiz. Agar odamlar unga o'tish yo'lini bilib qolishsa, yurtimni vayron qilishadi. Buni xohlamaysan-ku, shundaymi? Men sir saqlashni bilaman. Eng avvalo sizga biron pana joy topish kerak. To'g'ri. Balki u shu yerdadir. Hozir tekshirib ko'ramiz.
Bu yerda kimdir bo'lgan. Ashka. Mototsikl minishni o'zingiz o'rgandingizmi? Kemani boshqarish qiyinroq. Darvoqe, pulimiz yo'q-ku. Shuncha yetadimi? Sizga yordam shart emas ekan. Albatta shart. Sensiz xarob bo'laman. Ular bilan o'zim gaplashaman. Salom. Marna xolam uchun xona olmoqchiman. U xorijlik. Inglizchani bilmaydi. Varaqani o'zing to'ldira qol. Bu yerda hech narsa bizdagiga o'xshamaydi. Ko'nikib ketasiz. Mana televizor. Mana bunday boshqariladi. Bu esa telefon. Ochiq qolsangiz, go'shakni ko'tarib tugmani bosing va xizmatchini chaqiring. Bu yerda esa mehmonxona ko'rsatadigan xizmatlar yozilgan. O'qishni bilmasligimni aytmoqman, chog'i. U holda dunyomizni o'rganishingiz qiyinroq bo'ladi. Bu yerda video magnitofon bor. Ertaga ko'proq kaset olib kelaman. San'atimiz, musiqa, tariximiz bilan tanishasiz. Hamma narsani bilishim kerak. Faqat yaxshilarni emas, yomonlarni ham. Bora qolay. Yolg'iz qolaverasizmi? Ha, rahmat. Senga o'z olamimni ko'rsatkim kelyapti. Xayr. Menga yegulik keltiring. Sochingizni yaxshi turmaklashibdi. Rahmat. Yaxshi shug'ullandingmi? Ha. Kutubxona sokin, kitoblar ko'p. Chiqqim kelmaydi. Endi har kuni kelmoqchiman. Nima deysiz? Bunga imkonim bor. Otang Jinaga uylanadimi? Bu Kristinaning g'oyasi. To'g'ri, lekin Jina ancha yosh, otang esa Dadamga nima qildi? men yuguraman. Kech qolsam, dadam ikki buklab qo'yadi. Bo'pti. Ashka hali beri kelmaydi shekilli. Ertaga davom ettirarmiz. 7-savolga kim javob beradi? Ashka bu yoqqa qanday o'tib oldi ekan? Pol, sen savolga javob ber. Katrina, Ashkani isibdik. Qachon? Qayerda? U tozalash stansiyasiga berkinibdi. Xayriyat. Nahotki. Biz buni tekshirib ko'rmoqchimiz. Biz bilan borasanmi? Vaqtim yo'q. Sehrgarlarni ko'rishni istarding-ku. Ha, lekin bandman. Bandsan? O'qiyapman. Sizga ham zarar qilmasdi. Bu kasal bo'lganmi? Bular yoqmasa boshqasini olib kelaman. Oyimning kiyimlari ko'p. Olganimni sezmaydi. Shunchani nima qiladi? Did bilan kiyinishni yaxshi ko'radi. Did bilan deganing nima? Libosni tanlab kiyish, tez-tez almashtirish. Men did bilan kiyindimmi? Bo'ladi. Sal erkinroq bo'ling. Bunga o'rgana olmayman. Sovutimni kiya qolay. Yo'q, bizda bunday kiyinishmaydi. Bunga ko'nikasiz. Yengil harakat qilsangiz bo'ldi. Shundaymi? Mashq qilishingiz kerak. Nima qo'yib beray? O'zing tanla. Mana bu nima?
Bombardimonchi. Uni vazifasi nima? Rahmat, Katrin. Bugun ko'p narsalarni o'rgandim. Ertaga nima olib kelay? Qurol aslahangiz haqida ko'proq narsa bilmoqchiman. Qurol-yarog'ni nima qilasiz? Bu nima? Zirhli avtomobil. Unda mehmonxonaga pul olib kelishadi. Men aytsam olib kelishadimi? Buni sizga nima keragi bor? Ertagacha xayr. Qara, arvoh ovlovchilar. Jim bo'l, Smit. Rostakam arvohga aylantirib qo'yaman. Ishlar qalay, yigitlar? Birorta ham kuchli nurlanish manbasi yo'q. Yaxshi. Demak, zararli moddalar yo'q. Alex, fanga qiziqayotganingdan xursandman. Ishlaringizni qayd etib, bayonnoma yozib topshiringlar. Mazax qilishni ko'rsatib qo'yaman hali. Politsiya bizga hujum qilishdi. Gibson xonim, Jim bo'l, bu Ashka. To'lqin shahardan kelyapti. Lazer to'pponchaga o'xshaydi. Balki o'zga sayyoralikdir. Men ham shunday deyapman. Ashka, biror nima dedingmi? shamollabman shekilli. Kechirasiz. Nega aytmading? Ishonadi deb o'ylayapsanmi? Sehrgar Ashka, yondosh olam desang, jinnixonaga joylab qo'yishadi. Ashka qonuni bizda. Endi uni politsiya qidiradi. Kechirasiz. Ashkani topdik shekilli.